Bugun kelgan manzilimiz Yunusobod tumani Hasanboy kelganimizda To'riq Qo'rg'on ko'chasi, Arinti bergansa Arinti 313-maktab bo'ladi. Ko'rib turgan mana shu xonadon sotuvga chiqqan umumiy yer maydoni 11,5 sotuvdan iborat. Ichkariga video obzorni beramiz. Video davomida albatta narxni ham aytamiz. Hovlimizga kirib kelganimizda yerimizdan ko'rasizlarmi? Keng katta umumiy yer maydoni 11,5 sotuvdan iborat. Bu tarafda asosiy binosi, asosiy binoyimiz 7 xonadan iborat. Bu yerda ham bitmagan xonalar bor ekan. Bu yerda endi qo'shimcha binolari, oshxona, hojatxona, hammomlariga ega. Yerimizdan ko'rasizlarmi? Tekis yer. Bu yerga bir nechta kottej tushirsanglar bo'ladi. Kottej quradigan akalarimizga vaqti shikalat variantda joylashgan. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyasidan hech qanaqasi muammolar yo'q. Yerimizdan ko'rasizlarmi? Tekis yer. Xohlasanglar bu yerda biz tashlasalar ham bo'ladi. Biz tashlab yana boshdan qurib ham bo'ladi. Bu yoqqa bir nechta kottejlar tushirsanglar ham bo'ladi. Qiziqqanlarga bir sotuvni 32 ming dollardan so'rashyapti. Yana o'tib bergan joylardan bor ekan. Men bu mahallaga kelib hozir oldiga sotilayotgan telefon qilib ko'rdim. Telefon qilsam 35 ming, 36 mingdan deyishyapti. Lekin biz sizlarga bir sotuvni 32 ming dollardan topib qo'yganmiz. Lokatsiyamiz Yunusobod tumani Hasanboy kelganmiz. Arintrimiz 313-maktabi orqa tarafida joylashgan. Yerimizda tekis ko'rib turganinglarda bu yoqqa bir nechta kottejga tushib yuborsanglar bo'ladi. Qiziqqanlar pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdo barakasini qilsanglar bo'ladi.